Oh, what's going on? Where, Qaranglar, bu ajdarho jangchisi. Sen bu yerga tegishli emassan. Hey, eshikni och, meni ichkariga qo'y. Sen kung funi sharmanda qilyapsan. Agar biz kimligimizni, nima qilayotganimizni hurmat qilsang, ertalabgacha bu yerdan ketgan bo'lasan. Sen u pandaku, sen esa jangchisan. Nima qilasan? Katta yigit, ustimga o'tirasanmi? Nega ketmading? Bilarding-ku, men seni haydashga urinyapman. Ha, bilardim, lekin baribir qoldim. Har safar boshimga g'isht otding yoki meni sasiydi deding. Bu og'rirdi, lekin bu og'riq hech qachon har kuni, har daqiqa o'zim bo'lib yashash og'rig'idan kuchli bo'lmagan. Qoldim chunki o'yladim, agar kimdir meni o'zgartira olsa, men emas qila olasan. Qoldim chunki o'yladim, agar kimdir meni o'zgartira olsa, men emas qila olsa, bu sen bo'lasan deb. Qarang, naqadar kulgili. Meni to'xtatish uchun taqdirlangan kishi shu bo'lganmi? Hazil deb o'ylaydigan semiz panda. Bugun men kung fu tarixidagi eng yomon jangchi bo'ldim. Xitoy tarixidagi, hattoki butun dunyo tarixidagi eng yomon. 5 jangchini ko'rganingda edi, ular meni butunlay yomon ko'radi. Ha, butunlay. Qanday qilib Shifu mendan ajdarho jangchisini yarata oladi? Men hayronman. Senga bu voqeani shunchalik kam eslab qolganing g'alati, lekin o'sha paytda juda kichkina eding. O'ylaysanmi? Bilish seni davolaydi, yuragingdagi bo'shliqni to'ldiradi. Mana senga javob, pastda qol. Bu mening onammi? Yo'q, ota-onang seni sevmagan. Men unga yetishim kerak. Nega? Chunki u yerda edi. Oxirgi marta ota-onamni ko'rganimda u oq tovus shu yerda edi. U biladi nima bo'lganini, qayerda kelganimni, kimligimni. To'liq versiyasini men Telegram kanalga joyladim. Bu joyda nutqning eng kuchli, yurakka kiradigan qismini eshitasan. Agar hayotingizda biroz ilhom, biroz kuch kerak bo'lsa, albatta kirib ko'ring. Havla pastda Telegramda seni kutaman.